Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Biza hozir bemorimizni ko'rish uchun palataga kiryapmiz. Mana bemorimiz yotibdilar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Yaxshi yotibsizmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Yaxshi. Operatsiyadan keyin taassurotlaringiz qanaqa? Taassurotlar yaxshi. Barnoga katta rahmat. Meni yolg'izlatib qo'ymay, operatsiyalarigacha hamma narsasigacha o'zi turdi. Barnoga ishonishlaringiz mumkin. O'z ko'zim bilan guvohi bo'lib, sizlarga mana shu Barnoni tavsiya qilaman. Og'riqlaringiz yo'qmi? Yo'q, og'riqlarim yo'q. Boshida men ham tarjimonda rosa qiynalgandim. Juda ko'p tarjimonlar bilan suhbatlashdim. Juda ko'p muloqotlar qildim. Hatto Hindiston tarjimonlari bilan ham. Lekin oxir-oqibat meni tanladingiz baribir. O'shanda keyin sizning o'sha Barnoning gap so'zlarini, keyin Barnoning anolarini eshitib, o'sha inson bilan muloqot qilib, o'sha inson bilan Hindistonga keldim va adashmadim. Sizlarga ham shu adashmangizlar. Hamisha ham nafas, ham suhbat, ham do'st sifatida shu Barnoni taklif qilaman. Iliq va samimiy gaplaringiz uchun rahmat kattakon. Ishonchingiz uchun ayniqsa rahmat kattakon. Eng asosiysi odamda bo'lgan ishonch. Qolgani topiladi. Xudo xohlasa endi gostinitsaga ketish arafasidamiz. Gostinitsadan aeroportga. Sog' bo'l. Ko'rishguncha. Xayr, salomat bo'ling.